ha yo'q bilmadim deya faqat duduqlanishi bor insonlar gapiradi deb o'ylasangiz xato qilasiz. Nutqidan mutlaqo duduqlanishi yo'q insonlar ham shu xato va kamchiliklarni yo'lga qo'yishadi. Men ovoz gladiatori sizga 100 ming so'm bermoqchiman. Agarda siz menga o'z fikringizni to'liq mukammal yetkazib bera olsangizgina. Qani ketdik, tayyormisiz? Qarshimga chiqqan har bir insonga savol beraman. Agarda savolimga to'liq javob bersangiz, bu yerdagi summani qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Kim mard bo'lsa qarshimga chiqing. Ismingiz, o'zingizni tanishtiring. Dilshod, Samarqanddan. Yutqaziz. Ismingiz? İsmim Ranjaka. Labay? Ranji ismi. Kim o'zini ismini yetkazib bera oladi? Men yetkazaman. Yetkazing. Sherbekman-da. Sherbek. Ismingiz? Sanjar. Ismingiz? Kamoldir. Ismingiz? Sherbek. Ismingiz? 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 Wonder. Ismingiz? ismingiz? O'zingiz ismingiz-chi? Ismingiz? Sizlarchi, sizlar. Bu yerda hech kim menga yetkazib bera olmadi va bu yerdagi summani qo'lga kirita olmadi. Mana gaplashishadi-yu. Ha yoki yo'qda aytmaslik kerak deylar. Xuddi shunday bizga ham savolingizga javob aytmadingiz-da. Ismingiz nima? Shunchaki savolga javob berishingiz kerak. Ismingiz nima? Bo'ldi. Sizga ismini aytyapman. Ya ishonmayapman. Ishontiring. Toshmat emas, Pasportimni olib Dilshod. Dilshod. Shart juda ham oddiy. Ismingizni menga yetkazib berishingiz kerak. Ismingiz nima deb so'rayapti? Sen aytsan, men Ismat debsan. Senin ismingni tagida joni bor, Ismatjon deyishing kerak. Pasportingni paq etib berib, jon chiqib o'tiribdi, o'zing yutkazdirapsan. Men Dilshod yozilgan. Men shuncha o'ynamayman. Men bu o'yinni tushunaman. Meniki Dilshod yozilgan. Shahobiddinov Dilshod, Sherali o'g'li yozilgan. Nima sizlar?